Assalomu alaykum hammajon. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Charchamay yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha. Yana yana sizga murojaat qilishga to'g'ri kelyapti. Mana murojaat qilib chiqyapman yana sizga. Masalamiz o'sha hozirgi issiq kunlarda o'zi aprel oyida mana 38-40 gradus bo'lib ketyapti. Bu degani sog'liqni mazasini qochiradi va issiqlar. Kimlardir yuragi og'riydi, kimlardir davleniyasi bor, kimlardir sahri bor. Konditsioner qo'shay desang, erta pulni to'lashdan qo'rqasan. Shu sveting yonib turgan svetim o'chib qoladi deb qo'rqqanimizdan konditsionerni ham qo'shmaymiz. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Bu dunyoda O'zbekistonda ko'p maqtaymiz, lekin yuqorida o'tirganlardan hech bir naf chiqmayapti. Ular o'zi o'tirib olib bir otikallasdan oylikni oladi. Uyda hech kim yo'q. Bir kishi, ikki kishi, uch kishi ishlaydi, hammasi ishga chiqib ketadi. Kechqurun ishdan qaytib borib uyda o'tiradi. Bizlar ro'zg'orda bo'ldik. Har bir xo'jalikda 10 kishi, 8 kishidan istiqomat qiladi. Hammasiga ish ham yo'q, ko'pi qariya, yosh bolalar, ayol kishilar. Ularga bilmayman nima qilish kerak. Bular shuncha Karimov davrida ular ham shu ishni qilsa bo'lardi-ku. O'sha svet, o'sha gaz, o'sha kun ro'zg'or o'tyapti-ku. Hammasi yaxshi o'tgandi. Nimaga endi qiyinlashib qolishdi, o'tkazolmay qolishdi? Kunlari shu svetni puli, radarni puli, kimlardir undan foydalanib yotgan bo'lsa kerak-da, o'zini manfaatini ko'zlab. Lekin hech narsani olib keta olmaydi. Hech kim hech yoqqa olib keta olmaydi. Hammasi qolib ketadigan narsa. Ochko'zlik, vahshiylik, uni hammasi qolib ketadi baribir. Ochko'zlik bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham olib keta olmaydi uni. Allohning bergan rizqi o'zidan tashqari hech narsani eplay olmaysiz. 2 metr surp, 2 metr joy, boradigan joy. Lekin shunga ham hech kim qanoat qilmasdan hozirdan ochko'zlarcha harakat qilib butun yutaman deydi davlatni ham, xalqni ham. O'sha xalq bor-ku, sanlar bor deng. O'sha aytaylikki sud bormi, prokuror bormi, hokim bormi, prezident bormi? O'sha xalqning orqasidan bor bular. O'sha xalq bo'lmasa uni bittasi hech kimga kerak emas narsa u. Hech kim bo'lmaydi ham u. Lekin o'sha xalqni, o'shani ham o'ylash kerak-ku. O'sha xalqqa nisbatan sal yengillik yaratib berish kerak-ku. Bu nima qilishimiz kerak? O'shagacha shunday qilib yashayveramizmi endi? Prezidentimizdan butun davlat miqyosida ishlaydigan kattalardan iltimos qilib so'rab qolamiz. Mana biz ham yoshimiz o'tib qoldi. 75 ga kiryapmiz. Qancha umrimiz bor, biz bundan qiynalmaymiz. Kelajakdagi yoshlarni o'ylab qiynalamiz. Bizni davrimizda, soyuz davrida aytaylik, boshqacha yashab keldik. Hamma narsa yetarli. Hamma narsa svet, hamma narsa o'ziga yarasha edi. Ish ham bor edi, pul ham bor edi, misol uchun. Hozir ish yo'q. Bolalarimiz sarson sargardon Rossiyaga. Yana bitta shunday qaror chiqarilganki, butun aybni hammasini erkaklarga tashab qo'yib, qizlarimizda, ayollarimizda shunchalik erkinlik berib bordiki, endi ular bosh bermayapti. Shuni ham bir inobatga olib, o'sha yoshlarimizni ham bir tartibga soladigan, ayollarning ketib qolishini sababini ikki tomonlama, tangani ikki tomonni ham ko'rishini iltimos qilardim. Bir tomonni ko'rib, hamma narsani erkakka yuklamang. Hozir ayollarimiz yengil hayotni o'ylab qolishdi. Ularga erkanmi ko'chada? Ham pulini oladi, ham erini oladi. Mana yuribdi maza qilib. Erkak bechora sho'r bolamga aliment to'layman deb Rossiya sarson, bu yerda ish topolmaydi, ishga kira olmaydi. Bu yerda o'shani otni kallasida qo'ygan pulni topib bera olmaydi. Nima qilish kerak? Bu erkaklarga oldingi erkaklarimiz qayerga ketdi? Ayollarimiz shunchalik hurmat qilardi. Hozir erkaklarning bir gram hurmati qolmagan. Bu ayollarga berilgan bu tenglik. Hech vaqt Alloh tomonidan erkak bilan ayolni teng qilib yaratmagan. Teng qilib yaratsa edi, erkaklarni bir xil qilib yaratish kerak edi. Lekin ikkovini ikki xil qilib yaratgan. Shuning uchun erkak erligini bildirish kerak. Ro'zg'orda, oilada boshida hamma narsada bosh turish kerak. Erkakka bosh bermagan xotin ro'zg'orda xotinlik qila olmaydi. Ro'zg'or ham qila olmaydi. Oilasi ham parakanda bo'ladi. Qizini erga beradi, bir bolali bo'lgandan chiqarib olishadi. Nimaga? Aybini topib bera olmaydi. Topib bera olmagandan keyin u bitta bahona topadi. Bu edi, bu edi deb. Hayotda ayollar hamma narsaga chidab kelgan. Bundan buyog'i ham chidash kerak. Lekin hech kim ham hozirgidek avvalgidek ayollarni urib so'kib nima qilmaydi. Pul topib beraman deb Rossiyaga ketadi, uni xotini maishat qilib yotadi. U yerda Rossiyadan kelgan pulni ham yeydi, o'ynash bilan ham yeydi. Buni ham hisobga olish kerak-da. To'g'ri qildim. Men bu narsalarga hech bir boshimni qotirib hisobiga yeta olmayman. Iltimos, shu narsalarni ham ko'rib chiqishlaringizni so'rayman. Ikkita bolali ajralib ketdi yaqinda mana. 2 million qancha
aliment chiqarib kelyapti. Uni ustiga yana sut puli beryapti. 3 million. Qayerdan oladi 3 millionni? Bir O'zbekistonda bir ishi tayini bo'lmasa, oladigan oyliging bir yerga borib ishlasan 2 million, 3 milliondan nariga o'tmasa, ro'zg'oring yo'qmi, tirikchiliging yo'qmi, mol holing yo'qmi? Qayerdan topib beradi buni? Buni ham bir o'ylab ko'ringizlar, o'rta prezident, o'rta Mirziyoyev, u sizga qarorni pastdan yozib olib keladi, siz o'qiysizmi yo'qmi bilmayman, qo'l qo'yib berasiz. Bu hamma narsa majbur bo'lib ketdi-ku bu. Pastda o'tirganlarga ham ayting. Deputatlarimiz ham shu narsalarni yaxshilab ko'rib chiqsin. Oldin o'qib chiqib mana bu to'g'rilib keting. Iltimos sizdan. Hammamiz insonmiz, hammamiz bir ona tuqqan. Hammamiz oyamiz planlab osmondan tushganimiz yo'q. Hammani o'ziga yarasha fikri bor, o'ziga yarasha harakat nimasi bor. Iltimos bu narsani ham o'ylab ko'ringizlar. Bu hech hayotga men tushunmay qoldim bu. Qanaqa zamon bo'ldi? Qanday bo'ldi? Osmondan kelamiz hammamiz. O edi, bu edi deb. Lekin bitta narsaning tayini yo'q. Iltimos ko'rib chiqishlaringizni yaxshilab so'rab qolardim. Mayli.